Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani, ayniqsa pensionerlar, nuroniylar, ularning farzandlari va qarindoshlari bilishi shart bo'lgan mavzuni gaplashaman. Gap 1 avgustdan boshlab qariyalarga berilishi aytilayotgan prezidentning 1 million 500 ming so'mlik yordami haqida ketadi. Bu pul kimga tegadi? Hamma qariyalargami yoki faqat ayrim toifadagi insonlargami? Uni nimaga sarflash mumkin? Naqd beriladimi yoki maqsadli tartibda ajratiladimi? Eng muhimi, odamlar qayerda adashib qolmasligi kerak. Bularning hammasini birma-bir tushuntiraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam hujjat topshirishni kechiktirib qo'yishi, o'ziga tegishli yordamdan bexabar qolishi yoki aksincha firibgarlarga aldanib qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, subsidiya, kompensatsiya va davlat yordamlari bo'yicha oddiy odam tushunadigan tilda aniq ma'lumot berib boraman. Avval odamlar orasida bunday gap ko'p tarqaladi. Prezident pul ajratdi. Demak, barcha qariyalarga bir xil miqdorda pul beriladi. Lekin davlat yordamlari odatda shunday ishlamaydi. Har bir to'lovning o'z maqsadi, o'z tartibi, o'z oluvchilar doirasi va o'z nazorat mexanizmi bo'ladi. Men ekspert sifatida shuni alohida aytaman. Biror summa e'lon qilinsa, eng avvalo 3 ta savolga javob izlash kerak. Birinchisi, bu pul aynan kimlarga beriladi? Ikkinchisi, bu pul qanday shaklda beriladi? Uchinchisi, uni erkin sarflash mumkinmi yoki faqat ma'lum ehtiyojlar uchunmi? Ilgari ko'plab yordamlar mahalla orqali, hokimlik orqali, tibbiyot muassasasi orqali yoki pensiya jamg'armasi tizimi orqali ajratilgan. Masalan, kam ta'minlangan oilaga moddiy yordam boshqa tartibda, nogironligi bo'lgan shaxsga reabilitatsiya vositasi boshqa tartibda, pensionerga pensiya to'lovi esa mutlaqo boshqa tartibda beriladi. Shuning uchun 5 million so'm haqida gap ketganda buni oddiy pensiya o'sishi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Agar pensiya oshsa, u har oy pensiyaga qo'shiladi. Agar bir martalik yordam bo'lsa, u bir marta beriladi. Agar maqsadli mablag' bo'lsa, uni faqat belgilangan yo'nalishlarga ishlatish talab qilinadi. Endi nima o'zgardi degan savolga kelamiz. Oxirgi yillarda ijtimoiy himoya tizimida katta o'zgarish bo'lyapti. Davlat yordamini umumiy gap bilan emas, aniq ehtiyojga qarab berishga harakat qilyapti. Masalan, keksa insonning dori-darmonga ehtiyoji bo'lsa, bu boshqa masala. U yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, bu boshqa masala. U sanatoriyda davolanishga muhtoj bo'lsa, bu yana boshqa yo'nalish. Shuning uchun 1 million so'mlik yordamni ham har bir odam o'z holatiga qarab tushunishi kerak. Barcha qariyalar degan ibora ko'pincha ommaviy sarlavhada ishlatiladi. Lekin amalda kimlar ro'yxatga kirishi hujjat va mezonlar orqali aniqlanadi. Eng avvalo kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Agar oilangizda pensiya yoshidagi ona, ota, bu yoki bobo bo'lsa, ayniqsa ular yolg'iz yashasa, sog'lig'i zaif bo'lsa, doimiy dori ichsa, nogironlik guruhi bo'lsa, kam ta'minlangan oilada yashasa yoki farzandlari boshqa hududda bo'lsa, bu mavzu sizga bevosita tegishli. Chunki davlat yordamlari ko'pincha eng ehtiyojmand qatlamga yo'naltiriladi. Ehtiyoj borligini esa faqat yosh bilan emas, daromad, sog'liq, yashash sharoiti va ijtimoiy holat bilan ham bog'lashadi. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Boygan 2 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida. Har oy qon bosimi, yurak va qandli diabet uchun dori oladi. Dorilarga o'rtacha 2 ming so'm, kommunal ming so'm, oziq-ovqatga 600 ming so'm ketadi. Bu yerda 1 million so'm yordam berilsa, u oddiy pul emas. Bu ayol uchun 2 yoki 3 oylik eng zarur dori zaxirasi, uyga kerakli oziq-ovqat, isitish mavsumiga tayyorgarlik yoki shifokor ko'rigidan o'tish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bunday inson albatta mahalla mas'ullari, ijtimoiy xodim yoki tegishli tashkilotlar bilan bog'lanib, ro'yxatda bor yo'qligini aniqlashi kerak. Ikkinchi vaziyat. 6-8 yoshli ota farzandlari bilan yashaydi. Farzandlari ishlaydi. Uyda daromad bor. Pensionerning pensiyasi ham o'z vaqtida tushadi. U kishi ham qariya, albatta hurmatga loyiq. Lekin davlat yordami faqat yoshga qarab emas, ehtiyojga qarab ajratilsa, bunday oilaga pul berilmasligi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas. Chunki ijtimoiy yordamning vazifasi hamma odamga bir xil tarqatish emas, eng muhtoj odamning o'g'rini yengil qilishdir. Shu sababli kimdir oladi, kimdir olmaydi. Odamlar aynan mana shu joydan noto'g'ri tushunadi. Qo'shnim oldi, men olmadim, demak meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi, deb o'ylaydi. Aslida mezonlar farq qilishi mumkin. Uchinchi vaziyat.
75 yoshli bobo nogironlik aravachasiga muhtoj. Uydan uzoqqa chiqa olmaydi. Tibbiy xulosasi bor. Bunday holatda 1 million so'm naqd pul sifatida emas, balki reabilitatsiya vositasi, davolanish, parvarish yoki boshqa maqsadli xizmat uchun yo'naltirilishi mumkin. Ya'ni odam qo'liga pul olmaydi, lekin uning ehtiyoji qoplanadi. Masalan, eshitish apparati, ortopedik vosita, maxsus dori yoki tibbiy xizmat xarajati sifatida rasmiylashtirilishi mumkin. Shuning uchun odamlar pulni faqat naqd ko'rinishda tasavvur qilmasligi kerak. Endi eng ko'p beriladigan savol, bu 1 million so'mni nimaga sarflash mumkin? Agar mablag' bir martalik moddiy yordam sifatida berilsa, odatda odam uni eng zarur ehtiyojlarga sarflaydi. Bunga oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal qarzdorlik, qishki kiyim-kechak, uy uchun zarur buyumlar, tibbiy ko'rik, yo'l xarajati kirishi mumkin. Masalan, qariya shifoxonaga borishi kerak. Lekin tuman markaziga qatnash uchun 100 ming so'm, tahlillar uchun 200 ming so'm, dori uchun 300 ming so'm ketadi. Mana shunday holatda 1 million so'm ancha katta yordam bo'ladi. Lekin agar mablag' maqsadli tartibda ajratilgan bo'lsa, uni xohlagan narsaga sarflash mumkin bo'lmaydi. Masalan, dori-darmon uchun ajratilgan yordamni maishiy texnika olishga sarflashga ruxsat berilmasligi mumkin. Sanatoriy yo'llanmasi uchun ajratilgan yordamni naqd qilib olish mumkin bo'lmasligi mumkin. Uyda parvarish xizmati uchun berilgan mablag' bevosita xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga o'tkazilishi mumkin. Mana shu farqni tushunmaslik ko'p nizolarga sabab bo'ladi. Yana bir muhim misol. Faraz qilaylik, 80 yoshli buvining pensiyasi bor, lekin u doimiy parvarishga muhtoj. Qizi unga qaraydi, lekin qizining o'zi ham ishlamaydi. Oilada daromad kam. Bunday vaziyatda yordam buvining o'ziga berilishi yoki parvarish bilan bog'liq xarajatlarni qoplashga yo'naltirilishi mumkin. Agar mahalla yoki ijtimoiy himoya xodimi kelib holatni o'rgansa, uy sharoiti, daromad, tibbiy hujjatlar, yolg'izlik darajasi, farzandlarning imkoniyati ko'rib chiqiladi. Demak, yordam olish uchun faqat yosh yetarli bo'lmaydi. Holatni isbotlaydigan hujjatlar ham kerak bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ijtimoiy holatingizda o'zgarish bo'lmasa, birinchi navbatda vahima qilmaslik kerak. Har bir yangilikni eshitib, darrov bankka yugurish, mahallaga borib janjal qilish yoki telefon orqali begona odamlarga ma'lumot berish kerak emas. Avval rasmiy manbadan aniqlang. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, mahalla raisi, hokimlikning mas'ul bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali tekshirish mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat shuki, yordam avtomatik tushishi ham mumkin. Alohida ariza bilan berilishi ham mumkin. Agar tizimda odamning ma'lumotlari to'liq bo'lsa, masalan, pensiya olishi, nogironlik guruhi, kam ta'minlanganlik holati yoki yolg'iz yashashi elektron bazalarida ko'rinsa, u avtomatik ro'yxatga kiritilishi mumkin. Lekin ko'p hollarda eski hujjatlar, manzil o'zgarishi, pasport ma'lumotlari yangilanmaganligi yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo sabab odam ro'yxatdan tushib qolishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatda bo'lish boshqa, pulni olish boshqa. Masalan, fuqaro yordam oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan bo'lishi mumkin, lekin bank kartasi muddati tugagan. Hisob raqami yopilgan yoki shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, to'lov kechikadi. Odam esa meni chiqarib yuborishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo texnik bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta muddati, telefon raqam, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, pensiya olinadigan bank hisobini tekshirib qo'yish kerak. Uchinchi nozik jihat, firibgarlik. Men buni alohida ogohlantiraman. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, prezident puli tushishi uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport nusxasini yoki bank ilovasidagi parolni so'rasa, bu juda xavfli. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Yordam puli uchun avval pul to'lab qo'ying, keyin 20 million tushadi desa, bu ham firibgarlik belgisi. Davlat yordam uchun vositachiga pul berilmaydi. Agar hujjat topshirish kerak bo'lsa, bu mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy idora orqali bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, bir oilada bir nechta qariya bo'lsa, har biriga alohida beriladimi? Bu savolga javob yordam turiga bog'liq. Agar yordam shaxsga bog'langan bo'lsa, masalan, har bir pensioner yoki har bir ehtiyojmand qariya bo'yicha ajratilsa, oilada 2 nafar keksa inson bo'lsa, har biri alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin agar yordam oilaning ijtimoiy holatiga bog'liq bo'lsa, bitta xonadon bo'yicha umumiy
qaror chiqarilishi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirayotganda oiladagi barcha pensionerlar, nogironligi bo'lganlar, ishlamaydiganlar va qaramog'idagilar haqida aniq ma'lumot berish kerak. 5-nozik jihat. Pensioner ishlayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Ba'zi to'lovlarda ishlayotgan pensioner ham huquqqa ega bo'ladi. Ba'zilarda esa daromad hisobga olinadi. Masalan, odam pensiya yoshida, lekin doimiy ish haqi oladi. Oilaviy daromadi yuqori. Bunday holatda u moddiy yordam mezonlariga tushmasligi mumkin. Biroq bu uning pensiya huquqiga ta'sir qilmaydi. Pensiya boshqa narsa, ehtiyojga asoslangan yordam boshqa narsa. Mana shu ikki tushunchani aralashtirmaslik kerak. 6-nozik jihat. Qishloq va shaharda tartib bir xil bo'lishi kerak. Lekin amaliyotda ma'lumot yetib borishi farq qiladi. Qishloqda odamlar ko'pincha mahalla orqali xabar topadi. Shaharda esa bank, internet. Ijtimoiy tarmoq yoki qarindoshlar orqali eshitadi. Agar qariya internet ishlatmasa, uning farzandlari yoki qo'shnilari yordam berishi kerak. Lekin yordam beraman deb uning kartasini o'z nomiga ishlatish, pensiyasini nazoratsiz olish, hujjatlarni yashirib qo'yish mumkin emas. Keksa insonning huquqi o'zida qoladi. 7-nozik jihat. Pulni nimaga sarflaganini so'rashlari mumkinmi? Agar yordam erkin moddiy yordam sifatida berilsa, odatda odamdan har bir xarid uchun chek talab qilinmaydi. Lekin maqsadli mablag' bo'lsa, masalan, davolanish, reabilitatsiya, uy-joy sharoitini yaxshilash yoki xizmat xaridi uchun ajratilsa, hujjat, chek, shartnoma yoki dalolatnoma kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun mablag' tushgach, darrov hammasini naqd yechib olishdan oldin uning sharti bor yo'qligini aniqlash kerak. 8-nozik jihat. Yordam qarzlarni avtomatik yopishga ketib qolishi mumkinmi? Agar pul oddiy bank kartasiga tushsa va kartada kredit, qarzdorlik yoki majburiy yechimlar bilan bog'liq muammo bo'lsa, ayrim holatlarda bank amaliyoti ta'sir qilishi mumkin. Bu masalani oldindan bankda aniqlash kerak. Ayniqsa pensioner nomida kredit bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa yoki sud ijro hujjati bo'lsa, mablag'ni olish tartibi murakkablashishi mumkin. Bunday holatda bankdan yozma yoki aniq og'zaki tushuntirish olish zarur. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhaga ishonib qolmang. Mahallangizga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki Bimbil Megamtex kabi rasmiy aloqa kanallariga murojaat qiling. Savolni aniq bering. 1 avgustdan ajratiladigan 1,5 million so'mlik yordam qaysi toifadagi qariyalarga beriladi? Mening onam yoki otam ro'yxatda bormi? Ariza kerakmi yoki avtomatikmi? Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami, yashash manzili haqida ma'lumot, tibbiy xulosa, nogironlik bo'yicha hujjat, yolg'iz yashashini tasdiqlovchi ma'lumot, kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy reyestrga kiritilganlik haqida ma'lumot. Hamma joyda hammasi talab qilinmasligi mumkin, lekin tayyor tursa ish tezlashadi. 3-qadam, agar qariya kasal bo'lsa yoki yura olmasa, uning o'zi idora yurishi shart emasligini aniqlang. Ko'p hollarda mahalla xodimi, ijtimoiy xodim yoki vakolatli shaxs uyga kelib holatni o'rganishi mumkin. Farzandlar esa qonuniy vakillik, ishonchnoma yoki oddiy hamrohlik tartibini aniqlash kerak. Birovning o'rniga imzo qo'yish, hujjatni soxtalashtirish, kartani majburan olib qo'yish mutlaqo noto'g'ri. 4-qadam, ariza yozish kerak bo'lsa, arizada muammoni umumiy emas, aniq yozing. Masalan, menga yordam kerak deb yozish yetarli bo'lmasligi mumkin. Yaxshisi shunday mazmunda yoziladi. Men pensiya yoshidaman, yolg'iz yashayman. Doimiy davolanishga muhtojman. Pensiyam dori-darmon va kommunal to'lovlarga yetmayapti. 1 million so'mlik yordamni dori-darmon va tibbiy ko'rik uchun ajratishingizni so'rayman. Agar uyda isitish, oziq-ovqat yoki parvarish muammosi bo'lsa, shuni yozish kerak. Qanchalik aniq yozilsa, holatni baholash shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, barcha murojaatlaringizni qayd ettiring. Og'zaki borib gaplashib, qaytib ketish bilan cheklanib qolmang. Ariza topshirsangiz qabul qilingan ekan sanasi. Ro'yxat raqami yoki mas'ul xodimning ismini bilib oling. Elektron murojaat qilsangiz, javob keladigan telefon raqami va manzil to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababi nima ekanini so'rang. Sababni bilsangiz, kamchilikni to'g'rilashingiz mumkin. 6-qadam, pul tushgandan keyin uni avval eng zarur narsalarga rejalashtiring. Men tavsiya qiladigan tartib shunday. Birinchi navbatda doimiy ichiladigan dorilar,
keyin shifokor ko'rigi yoki tahlillar, keyin oziq-ovqat, keyin kommunal qarzdorlik, undan keyin kiyim-kechak yoki uy ro'zg'or ehtiyoji. Masalan, 1 million so'm tushsa, 500 ming so'mni dori-darmonga, 300 ming so'mni tahlil va ko'rikka, 100 ming so'mni oziq-ovqatga, 200 ming so'mni kommunal to'lovga, 100 ming so'mni yo'l xarajatiga ajratish mumkin. Albatta har bir oilaning ehtiyoji boshqa. Lekin rejasi sarflansa, pul tez tugab qoladi. 7-qadam, agar qariyaning o'zi pulni boshqara olmasa, oilada ochiq gaplashing. Masalan, buvining pensiyasi va yordam puli kelin, o'g'il yoki nabira qo'lida bo'lsa, pul nimaga ketayotganini buvining o'zi ham bilishi kerak. Bu nafaqat axloqiy, balki huquqiy masala hamdir. Davlat yordami keksa insonning ehtiyojiga beriladi va boshqalarning shaxsiy xarajatiga emas. 8-qadam. Agar yordam berilmasa, darrov taslim bo'lmang. Rad javobi noto'g'ri bo'lishi ham mumkin, hujjat yetishmagan bo'lishi ham mumkin, elektron bazada xatolik bo'lishi ham mumkin. Bunday holatda avval sababini bilib oling. Keyin hujjatni to'ldiring. Zarur bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Lekin har bir murojaatda muloyim, aniq va hujjatli gapiring. Men ko'p ko'rganman, odam hissiyot bilan janjal qiladi, lekin kerakli hujjatni bermaydi. Natijada ish cho'ziladi. Eng to'g'ri yo'l hujjat, dalil va rasmiy murojaatdir. Yana bir amaliy maslahatim, qo'shnining gapiga qarab qaror qilmang. Qo'shningiz 2,5 million olgan bo'lsa, uning holati siznikidan farq qilishi mumkin. U yolg'iz yashar, nogironligi bo'lar, ijtimoiy reyestrda turar yoki tibbiy xulosasi bo'lar. Sizda esa boshqa holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning holatingiz bo'yicha alohida tekshirtiring. Men farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangizga faqat pul tushdimi, tushmadimi deb qaramang. Ularning hujjatlari joyidami? Kartasi ishlayaptimi? Telefoniga firibgarlar qo'ng'iroq qilmayaptimi? Dorilar yetarlimi? Kommunal qarzi yo'qmi? Shularni tekshiring. Ba'zida keksa odam yordam olish huquqiga ega bo'ladi, lekin qayerga borishni bilmagani uchun foydalanmaydi. Farzandning eng katta yordami shu yerda bilinadi. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan qariyalar uchun EBB million so'm masalasida eng muhim narsa shuki, bu mablag'ning kimga, qanday tartibda va qanday maqsadda berilishini rasmiy manbadan aniqlash kerak. Uni pensiya o'sishi bilan adashtirmang. Barcha qariyalarga avtomatik beriladi deb ham darrov xulosa qilmang. Ehtiyoj, hujjat, ro'yxat, bank ma'lumotlari va maqsadli sarflash shartlari albatta tekshiriladi. Agar sizning oilangizda keksa inson bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Mahalla yoki tegishli idoradan ma'lumot oling. Kerak bo'lsa ariza tayyorlang. Pul tushsa, uni eng avvalo dori-darmon, tibbiy ko'rik, oziq-ovqat va zarur to'lovlarga sarflashni rejalashtiring. Eng asosiysi, begona odamlarga karta ma'lumotlari, SMS kod va shaxsiy hujjatlarni bermang. Sizningcha, bunday yordam barcha qariyalarga bir xil berilishi kerakmi yoki faqat ehtiyojmandlarga ajratilishi to'g'rimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa va davlat yordamlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.